Hello everyone, yaxshimisiz ko'pchilik. Kinoda ingliz tilini o'rganish darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning 16-sinf darsimiz. Bu qismda biz Mission Impossible'ning 4-qismidan ingliz o'rganamiz. Mission Impossible degan imkonsiz vazifa deb tarjima qilsak bo'ldi. Mission degan vazifa degan gap, impossible degan imkonsiz degan gap mumkin emas yoki Mission Impossible bilan qanda. Odatda ingliz tilida sifat yoki sifatdoshning keyin ismning keyini qo'yib, shuni ta'riflaydigan so'z belgimiz masalan Mission Impossible debchi. Impossible mission desa bu imkonsiz vazifa bo'ldi, lekin asli menda yerlik bularning deydigan gibi Mission Impossible imkonsiz vazifa degandek. Masalan, büyük Alexander olsun dedi. Alexander the Great dedi. The Great Alexander demsin bo'ldi. Alexander the Great deb sifatni oxiri qo'ydi. Unda esa o'rganmoqchi bo'lgan tunji so'zga ekran qaraylik. Okay, fine. There. We'll just screw the whole thing up on purpose. Yemralama. There. We'll just screw the whole thing up on purpose. Screw up. Screw something up. Screw something up. Bu ma'nosi biror ishni mag'lub bo'lishi yoki xatolik qilishni keltirib chiqarmoq degan gap. Screw something up. Masalan, bir misol tuzsam, why are you trying to screw up your life? Why are you trying to screw up your life? Sen nimishqa bu o'zingning hayotini nobud qilishsa deymizda hamda mag'lub bo'lishi yoki xatolik qilishni keltirib chiqarmoqni deymiz. May ekanda nimish o'zingning hayotini nobud qilmoqchi bo'lsa, birsi masalan nishchi qotgan bo'lsin deymiz. Why are you trying to screw up your life? Why are you trying to screw up your life? Anladın ekan, masalan bir podshoh masalan bir o'limga hukm qilingan bir jinoyatchini oldiga kelib, chaqirtib, uningga bir qochib berib, uningga liq suv qo'yib, sen mush qochini, mush liq suv qo'yilgan qochini. Bir timit etmaymish o'rnidan ishni bir aylanib chiqsang, men seni o'lim jazosidan kechirim qilma degan bo'lsanda. Hargiz meni lekin chataq chiqama, ma ishdan qanday qilma, mag'lub bo'lma yoki ma ishni chataq chiqama degan deymiz. Don't screw this up. Don't screw this up. Ondan u qanday u mahbus bir o'rdan ishini bir aylanib chiqdi-da. Bir timimmi? Ash liq suvni bir qochadi ekan. Liq suvni to'katgizmaydi. Anda he didn't screw up. He didn't screw up. Chunki shunga nimada meyran qilib, sen qandaysiz bunday qila olding desa, u odam nima deydi? Bu suv emas, bu mening hayotim dedi. Shuni nima deydi? I will never screw up my life. Degandekchi, men hargiz o'zimning hayotimni nobud qilmayman degandek. Bunun yana bir jumla tuzsam, just don't screw up this time. Just don't screw up this time. Bu qitim qanday mashina chataq chiqarma deymiz. Don't screw up this time. Bir ishni qanday olish bo'lsa, masalan, imtihon olamdi yoki o'zingning bir yuzturani muloqot olamdi yoki qanday bir nima bo'lsa, shu ishni bir chataq chiqarmay bir muvaffaqiyatli bir ishni qilishni qanday? Don't screw up. Qanday? Ondan keyin agar zodi birsi cho'qim chataq chiqargan birsi bo'lib qolsa, he will screw up. He will screw up. Daqo'miz. Unda siz o'rganmoqchi bo'lgan yana bir so'zga ekran qaranglar. We're not going to make it. We have to make it. Yana bir anglar. We're not going to make it. We have to make it. Make it. Bu ishlatishda intayin ommabop bo'lgan bir so'z belgisi, make it. Bu make yasamoq et degan bu. Buni yasamoq deb tushunmaymiz buni. Buning boshqa ma'nosi keldi. Make itning birinchi ma'nosi ma'lum bir ishni qanday muvaffaqiyatli qilmoq, qila olmoq shu ishni. Shu ishni qila olmoq. Masalan, qila olamsa ma'no desin deymiz, can you make it? Can you make it deymiz. Buni yasay olamsa demaymiz. Qila olamsa ma'no, can you make it? Masalan, bir misol tuzsam, she made it. Made degan make ni o'tgan zaman shakla. She made it in the movies.
when she was still a teenager. She made it in the movies when she was still a teenager. She made it in the movies degan qanda u kino sohasida, kinoda qanda muvaffaqiyat qozondi deymiz endi. She made it in the movies when she was still a teenager. U kichik bir o'smir chig'ida kinoda muvaffaqiyat qozondi deymiz, kino sohasida. Keyin make it. Masalan, bir ishni qanda qila olamsa deb bir vazifani topshirgan bo'lsanglar, ya men uni qilolmayman, ya men u ishni qilolmayman deganim deymiz. No, I cannot make it. I don't think I can make it. I don't think I can make it deymiz. Endi make itning yana bir ma'nosi go to yoki arrive. Bunda bir yetib bormoq deb ma'nosi bor. Bir yerga bormoqni nima deymiz? Make it deymiz. Masalan, we just made it in time. In time degan vaqtida degan gap. Dal vaqtini nima deymiz? In time. Ya in time degan ulgurib degan gap ekan. On time bo'lsa vaqtida bo'ldi. On time degan vaqtida. Masalan, we just made it on time for the wedding. Wedding degan to'yga. Biz to'yga qanday? Miyada in time deydi. In time degan ulgurib degan gap. Biz to'yga ulgurib keldik deydi. Ulgurib keldik deydi. Agar we just made it on time for the wedding degan bo'lsa, biz to'yga vaqtida keldik bo'ladi. On time bo'lsa vaqtida, in time bo'lsa ulgurib degan gap. We just made it. Yetib keldik, yetib kelmak. Come degandek ma'nosi yoki arrive debchi inglizcha. We just made it in time for the wedding. Biz to'yga ulgurib keldik dedi. Nas BMX yo'g'an eng oxirgi so'z birikmasi ekran qaranglar. You and I are not enemies. It was a setup. We find out she'll Yan biranglar. think I wouldn't catch up with you. You and I are not enemies. It was a setup. We find out. Setup. Odatda sizlar sherkatlik filmni ko'p ko'rsanglar, bu gap intan ko'p uchraydi. Setup degan bu yerda mushkinodagi ma'nosi boshqalarni qanday ayblash yoki aldashni maqsad qilgan plan yoki hiyla. To'zoq desak ham bo'ladi. Hamda serapning boshqa ma'nolari bor, lekin bu yerda asosli ko'p uchraydigan ma'nosinday so'z aytman. Plan yoki hiyla bir to'zoqni deymiz. Serap deymiz. Masalan, he didn't die, it was a setup. He didn't die, it was a setup. Bu o'lib ketmadi, bu bir to'saq, bir nima? Birsini o'tiribdi demakchi. He didn't die, it was a setup. Bu bir hiyla. U o'lib ketmadi. Yoki miyadagi ma'nosi ham he didn't die degani u saq demakchi-da, hayot demakchi. He didn't die, it was a setup. Bu seni shu o'lgan qiyofada kirib, shunda bir aldash maqsad qilgan demakchi-da, he didn't die, it was a setup. Masalan, shunda bir ketib olsanglar, bir oldinga desetga bir bananning shopkiga shaptilning shopkini qo'yib qo'ysin deymiz, it was a setup, shunami? Sizlar chiqibsiz deb qo'yib qo'ygan bir narsa, u setup, that was a setup. Undan keyin bir sizlarni oldigan bo'lsa yoki bir qiltaq desatgan bo'lsa, yoki uyg'urcha yo'l qishq desatmakmi deymiz? Someone set me up dedi. Biz meni yo'l qishq desatibdi. Yo'l qishq desatib otamsa deganim deymiz uyg'urchada. Ha, mushu dal yo'l qishq desatmak deb tushunsangiz bo'ldi, setup. Meni yo'l qishq desatib otamsa deganim deymiz uyg'urchadagi. Are you trying to set me up? Are you trying to set me up? Meni yo'l qishq desatib otamsa deymiz. Undan so'ng bu yerga so'zni bir xulosalatay. Screw something up, make it set up. Set up, make it, screw something up. Set up degan qanda? Hiyla, to'saq, unda yo'l qishq desatmak, make it degan birinchi ma'nosi muvaffaqiyatli qilmoq shu ishda. Qila olmoq, ikkinchi ma'nosi shu yetib bormoq. Screw something up degan bir narsani mag'lub bo'lmoq yoki xato qilmoq yoki qanday nobud qilib o'tmak degandek. Bas bu darsimiz mushagicha, tushunmagan nuqtalar asosiy inkas shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.